Baxshichilik san'ati xalqimizning asrlar osha sayqal topib kelayotgan bebaho ma'naviy merosidir. U milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an'analarimizni o'zida mujassam etgan holda yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Kecha O'zbekiston Respublikasi xalq baxshisi Yetmishboy Abdullayev yosh baxshilar bilan ijodiy uchrashuv o'tkazib, ular uchun mahorat darsi tashkil etdi. Hozirgi lavhamiz ana shu tadbir haqida. Baxshilar dostonlar orqali vatanparvarlik, mehr-oqibat, jasorat, halollik va insonparvarlik kabi fazilatlarni targ'ib qiladilar. Shu sababli baxshichilik san'ati yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi. Ustozni yoshlar bilan uchrashuvi juda ham bir ko'tarinki ravishda o'tmoqda. Sababi ustoz hozirgi Xorazmda yetuk baxshilardan bittasi. O'sha Xorazm dostonlaridan Oshi G'arib Shohsanam bo'ladimi, Go'ro'g'li Turkum dostonlaridan Bazirgon, Avazxon, shunga o'xshagan dostonlarni ko'plab hozir mukammal biladigan dostonlarni, qo'shiqlarini, musiqalarini, nomalarini to'liq biladigan ustozlardan biri desak yanglishmaymiz. Bugun yoshlar bu uchrashuvdan katta bir nima deydi, o'zlariga bir motivatsiya oldi deb bilaman. Sababi bunday ustozlar sanoqli, ustozlarni qadriga yetish kerak. O'sha bola baxshini maktabini davomchisi, ham farzandi, ham shogirdi hisoblanadi. Yonida bir 30-40 yillar festivallarda, bayramlarda, to'ylarda birga yurganlar ustoz bilan. Albatta, endi baxshi bo'lgandan keyin jonli ijro bo'lishi kerak. Dostonlardan parchalar ijro qilindi. Baxshichilik san'ati yoshlarning ma'naviy dunyosini boyitadi. Doston va qo'shiqlarda xalq tarixi, urf-odatlari va an'analari aks etadi. Yoshlar baxshilar ijodini tinglash orqali o'z millati, tarixi va madaniyatini chuqur anglaydilar. Bu esa ularni milliy g'urur va iftixor tuyg'usini shakllantiradi. Taniqli baxshi Yetmishboy Abdullayev bilan bo'lib o'tgan suhbat jarayonida ham baxshichilik san'ati qadriyatlarimiz ekanligi e'tirof etildi. Yoshlarga Xorazm baxshichilik maktabi bo'yicha musiqa maktablarida, maxsus maktablarda, undan tashqari mana oliy ta'limda ham baxshi yo'nalishi bor. Bu yerda 4 ta 5 ta yo'nalish, masalan, Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpoq baxshichilik maktabi, Xorazm, Bulung'ur baxshichilik maktablari, Sherobod baxshichilik, Bala baxshi maktabi hattoki o'rganib turibdi. 7 yoshida, 5 yoshida daston aytib xonni oldida ijro qilish hech kimga kamdan kam insonlarga nasib qilganda. Yakka aktyor teatri baxshi deganimiz, yakka aktyor. Chunki u G'arib Shohsanamda g'arib bo'ladi, podshoh bo'ladi, Shohsanam bo'ladi, avtor bo'ladi, boshqa bo'ladi, ijro qilib berish kerak. Uchrashuv jarayonida O'zbekiston xalq baxshi Yetmishboy Abdullayev yoshlarga mahorat darsi o'tdi. O'z navbatida baxshichilik yo'lini tanlagan yoshlar ham bugun o'qib o'rganayotganlarni ustozga ijro qilib berishdi.